Assalomu alaykum, kanalimizni kuzatib borayotgan aziz obunachilar. Bugungi videoda sizlar bilan siz yozgan savollarga javob beramiz. Inkubator yasashni o'rganamiz. Nima-nimalar ketishini aytib o'taman. Knopkachilar kerak bo'ladi sizlarga. Mana lampochka ichidagi narsalarni yoqib o'chirishga. Termostat, gigrometr, sim. Mana ichini ochib olamiz. Narsa bilan to'ldirib tashlagan bitta savatcha tuxum qo'yadigan. Shunaqa adapter kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek, keyin simptomlarni o'rashga izolenta olasizlar, bitta LED lampochka, bitta 60 watt lampochka, patron. Agar avtomat qilaman desalaring, xuddi mana shunaqa motor kerak bo'ladi. 220 voltda ishlaydi va juda sekin aylanadi. Minutiga 2,5-3 marta aylanadi. Avtomatga shunaqa motor bo'ladi. Mana shu motorni unga ulaysizlar, u savatni o'zi bunday 45 gradus o'ngga chapga qilib aylantirib turadi. Keyin mana bunaqa bochkacha suv quyishga, keyin aytganimdek termostat, kuller bitta, agar kattaroq bo'lsa ikkita kuller olasizlar. Keyin mana bunaqa rozetka, lampochkaga boradigan rozetka bitta. Mana gigrometrni ichida batareykasi qo'shib beradi o'zi. Shunaqa batareykadan sizlarga kerak bo'ladi. Bitta korpus quti mana. Bizda korpusimiz mana shunaqa kichkinagina sandiqchani korpus qilganman. Penoplast issiqlik saqlash uchun boshqa narsalardan ham korpus qilib yig'sa bo'ladi. Ichiga mana bunaqa falgazoid qilganmiz. Izoplast deb yozib qo'yadi ustiga. Issiqlikni qaytarib berib turadi. Ikkita likopcha suv turishiga. Shunaqa narsalar sizlarga kerak bo'ladi. Shunday qilib yasaysizlar. Men amaliyda ko'rsatdim, chunki men hozir yasab bo'lganman, buzib qaytadan ko'rsata olmayman. Xullas shu narsalar kerak bo'ladi. Shunday qilib yasaysizlar. Simlarni teshib ichkariga olib kirasizlar. Ichkarida ko'rinmasligi uchun mana uni tagiga yashirib qo'yganman hamma simlarni. Xullas sizlarga shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Kattaroq inkubator yasayman desalaring, buni jihozlashi boshqacha bo'ladi. Hozir men kichik bo'lgani uchun buni qilib qo'yganman. O'zi tepaga turadigan patron bo'ladi, kattaroq bo'lsa o'shanaqa qo'yiladi. Lampochka tepaga qilib qo'yiladi. Menikida joy kichkina bo'lgani uchun lampochka oddiy turibdi. Xullas sizlarga shunaqa narsalar kerak bo'ladi. Elektronikani tushunsalaring, bilsalaring, yo sun'iy intellektdan so'rasalaring yordam beradi. O'zlaring yasaysizlar. Kanalimizni kuzatib boringlar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyalarga yozib qoldirsalaring, aytib o'tamiz. Umumiy summada mana shu inkubatorimiz bitishi uchun 108 ming so'm rasxod ketgan. Kattaroq rasxod ketishi mumkin. Bunga shuncha ketgan.